Instagramda kuzatadigan bir yosh oila blogerlar borda, juda havas qilaman. Ajoyib bola. O'shalarni hozir ko'rib qoldim. Ehson xurmolarni tarqatganini chiqqanimda ijara olib turibman. Hozir borib sekin intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Izzat aka. Yaxshimisiz? Aka, holat yaxshimi? Ziyoratlar qabul bo'lsin aka. Salomatmisiz? Obunachisizdimi aka? Ha, mashallah. Alloh salomat. Aka, o'shanga bir yangi loyiha boshladik. Ehson xurmolarini har bir yangi obunachi uchun ehson xurmo tarqatayotgandik. Mashallah. O'shanga shu narsani ham sizga ilinib aka olib kelayotgandim aka. Sizgami? Ha, oling aka. Ajva xurmosi shu tovib kelayotganlarda beriladiganlarga. Patiska qilmadi lekin. Ha, patiska qilmagan bo'lsangiz ham rizqda aka inshaalloh. Rahmat. Zo'r loyiha boshlabsiz. Rahmat. Bizni ham hissamiz qo'shilib qolsin bo'lmasa. Juda yaxshi bo'lardi aka. Ehsonga. Yaxshi Mana bo'ladi. shu kanalimizni bilasiz. Albatta aka. Kalab tashab qo'ysangiz, so'ngda tashlasangiz qabul qilib qo'yamiz inshaalloh. Mashalloh. Odam sevib qolsa sizlar. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka, xursand bo'ldim. Aka, rahmat e'tiboringiz uchun aka. Yaxshi ko'rishaylik. Rahmat.